Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2026-yil 26-aprel sanasi. Ko'kka qora payvand qilingan. Mana bu yerdan qora payvand qilingan. 3 yillik zang va uni surx kaltagi 1 yillik to'ldirgan novdadan chiqqan ko'k kaltakka qilingan. Shunda navda yaxshi surib beradi. Mana bunday eski qora kaltakdan chiqqan novdalarga payvand qilishni maslahat bermayman, chunki bu yoqdan chiqqan kaltak uncha yaxshi navda surmaydi. O'tgan yilgi surx novdadan chiqqan ko'k kaltakka agar payvand qilinsa, xudo xolasa, navda yaxshi surib beradi. Mana hammasi mana qora kaltakdan chiqqan, surx kaltakdan chiqqan ko'k novdaga qilingan. Mana novdalarning holati mana shunday o'rab qo'yiladi. Quyoshdan pana qilib mana shu holatda. Bu yerdan yangi kishmish va urug'lik navla qilingan. Mana bunisi ham shunday. Candy Snaps, qizil ratatuy. Pishish vaqti 95 kun, 100 kun erta pishar. Muskat tamli, muskat yilli uzumu. Xudo xolasa har xil navlar bor mana. Bir qator. Hammasi mana shunday qilib payvand qilib chiqilgan. Hammasi qora kaltakdan chiqqan, surx novdadan chiqqan ko'k novdalarga mana bu qora kaltakdan chiqqan mana bunaqa novdalar ham mo'rt bo'ladi, ham kaltak surishi slabi bo'ladi. Bularga payvand qilishni maslahat bermayman. Mana bu qaysi nav ekan? Kelli. Kech pishar, urug'siz, muskat ta'mli uzum. Kelli. Mana bular kecha payvand qilingan. Mana kurtak bu tomonda bo'lgan, bu kurtak orqa tomoniga qilib payvand qilingan. Mana shu holatda. Ba'zi birovlar mana bu tomonni yonadi. Biz ham bunaqasiga yonganmiz. Kanalni, mana bu yerdagi kanalni uzib qo'ymaslik uchun.